Fonda tizamı mükemmel koyamızlar orada. Moral olsun aka. Kulağınızda çok yıllar bu vatanımıza hizmet eden yaxshi so'zlar chiqarib ishingizga qo'yilib bunaqa yoshlarni ko'p bo'lmasa mana so'zga martabani o'zini beramiz. Bravo. Assalomualaikum hurmatli sportchilar. Bu tabrikga katta rahmat. Bobjon bizni eng birinchi shogirdlardan biri. Biz yetishmagan natijalarga erishdik. Mana respublika borib chempionlarga natijalar yaxshi keldi. Xudolarga duodamiz. Shunaqa bir rivoyat bor ekan. Bir podshohni farzand bo'lsa kerak. Kim farzand chaqirib podshoh chaqirar ekan, hozir o'tirib oladi deydi. Kecha bayram oldilar. Podshoh vazir chaqirar ekan, men farzand ko'rmaymanmi? Qanaqasi bu? Juda g'aniydi. Apa buni gapirar ekan. Bunda vazir aytadi, "Qo'lochi qishloqda bitta avliyo bor. Boramiz, duo sizni farzand bo'ladi." Bo'ldi deb borar ekan, qishloqda u insonni boshqa avliyolar borar ekan, podshoh huzuriga keladi. Shunda podshoh aytar ekan, "Siz farzand ko'rasiz, lekin bitta sharti bor." Qanaqa shart desa, sizni farzandingiz 6 yoshga to'lganda o'ladi. Shunga rozimisizmi? Mana 6-5 yoshli bolalar qanaqa shirin bo'ldi, tushyapti. Bobjon shular tarbiyalab, nihoyatda shirin davr, podshohlik davri. Podshoh hayron bo'ladi bu shartga. Farzand ko'rish kerak. O'ylaning, yana g'amingga, yana xafa bo'ladi. Mayli shartga to'lamaydi. Podshoh farzand ko'radi, dam soladi, avliyo duo qiladi. 5 yoshga to'lganda podshoh so'lib bo'ladi. 6 yoshga kirganda o'lish kerak bola. 6 yoshga kiradi. Podshoh kasal bo'ladi. Meni farzandim nihoyatda go'zal davr, nihoyatda shu yoshda o'lib qoladi. Vazir chaqiradi. Nima qilamiz? Endi iloji yo'q, avliyo aytgan, 6 yoshga ketadi. Iloji yo'q endi. Siz farzand ko'rdingiz. O'g'il bola farzand ko'rdi. Shunda 7, 8, 10 yoshga kiradi. Shunda podshoh yana hayron bo'lar ekan. Farzand o'lmayapti. 10 yoshdan o'lmadi. 17ga kirganda shoshilib qolar ekan podshoh. Uylansak, ko'rgan bo'lamiz. Uylab ko'rib, haliga davra bo'ladi, asosan qavli, mashina chaqiribdi. O'lmadi meni bolam. O'ladi deb kecha kunduz uxlamadim deb. Avliyo chaqirar ekan, o'tirmaydi. Sen yomon inson ekansan. Sen meni bolam 6 yoshda o'ladi degansan. Seni kallang chopamiz. Jonlar chaqir. Kallasini chopinglar. Keyinlar fursat berib podshoh. Haligi menga bir so'z aytib, aytaman shuni, keyin chopasizmi, boshqa jazo qilasizmi? Men o'zimni deyman. Shunda avliyo kulib sizni farzandingiz 5 yoshlarda ovqat yer ekanda, suyak yer ekanda itga tashlar ekan. Itga yemasdan turib, rahm qilib tashlar ekan. Tashlasa, hali it yer. Alhamdulillah, saqola va jon musulmon yedirib ichiga Allohga berdi sanolar aytar ekan. Shunda shu farzandni umr bergin deb Xudodan it so'rar, it. Keyin mana shu duoning ijobati buni ko'rsatib o'tib jalol shunda podshoh hayron bo'lib yig'lab o'sha duo qilar ekan. Mana bizni eng birinchi shogird duolarga bergan shogirdimiz ukamiz yoshlikdan nihoyatda harakatchan har xil sohada mana hozir zal birinchi o'rinda zali burilsak mana ochilish marosimiga bordi. Bu shogirdga
shu hamma shogirdlarimizni birinchi qo'l jangi bizatgan qo'l jangi rivojlanyapti shogirdlarimiz bor. Avvalo hozircha katta rahmat e'tibor uchun. Xudo xohlasa o'zi ertaga kundan kun endi bugun musobaqa tufayli Xudo xohlasa Azamat klubi Xudo xohlasa bizdan keyin rivojlansin. Sizlarga katta rahmat shogirdlar. Mana shunday mana duolar ijobat mana o'sha rivoyatni hissasi. Ota-onalar rahmat shunchalik mana mavlat qilyapsizlar. Yordam berasiz bir shogirdimga aytib, bitta yosh bola duo qilyapti, otasi yig'laveryapti. Voy katta kichkina bola ham duo qilyapti, duolar ijobat. Ota-onalar rahmat. Duolar ijobat bilan pul beryapti, tashkilga beryapti har bir holatlarda yordam. Alloh ota-onalarga rahmat, ustozlarga rahmat. Sizga juda katta rahmat va e'tibor bersin, sizdan ko'proq ko'raylik. Sizga shogirdlarimiz mana shunday nurur bilan tarbiyalash tilayman. Alloh rahmat e'tibor uchun.